qanaqasi? Bu dunyoda hamma to'g'ri, yaxshi-yu, faqat men yomonmanmi? Meni yashashim noto'g'rimi? Kuniga 10 karra to'g'rilik, rostgo'y bo'lish haqida dars olishdan to'ydim. Bu qanaqasi axir? Hech narsa qilmasam ham, shunchaki tursam ham, go'yo har daqiqa bir xatoga yo'l qo'ygandek kasatiq gaplar, ozorlashlar yetar endi. Bo'ldi. Dunyoda hamma oppoq, faqat mengina qoraman. Shundaymi? Hamma farishtadek beozor, ma'sum, menga qolganda esa men bu insonlarga nima qildim? Biror yomonlik qildimmi? Alloh meni jazoimni bersin. Tavba. Mayli bo'pti. Hamma oppoq bo'la qolsin, men qora bo'laman. Tushunyapsanmi? Men ichimdagi o'sha soxtalikni, yolg'onni olqishlaganimdan ko'ra, shunday qolishni, o'zligimcha qolishni tanlayman. Insonman men axir. Xato qilishim mumkin, tuyg'ularimga yengilishim mumkin, toshishim mumkin, shoshilishim mumkin. Bu qanaqasi axir? Men ham qom sutingan bandaman, men ham adashishim mumkin, hamma kabi.